Balkim siz bu ishlarni qilishni yoqtirib qolmagan bo'lishingiz mumkin. To'xtang. Siz nima demoqchi? To'g'ri. Lekin bu faqat mening his qilganim xolos. Sizchi men sizni yaxshi ko'rib qoptiman-da? Unda bo'lgan qo'shni ishxonadagi riyatni yaxshi ko'rgansizda. Men sizni yaxshi ko'rmayman. Ovozingizni ulliq qo'yib taqipar. Baribir hech kim anglamaydi, ber hech kim yo'q. Voy, buzuq telefonni ishlasangiz ishlatavering, ha. Qachongacha ishlatasiz, men bir ko'rib boqay. Bo'ladi. Ipar. Men sizni yaxshi ko'rmayman. Ipar. Men sizni olib qo'ymsam, siz bu yerga ketolmaysiz, Ipar. Ipar. Oh, Ipar. Ve bulbul tuluptu lekin sen yok gülüm, sen yok bu bağda. Şu bitçe çüp çüp sidiler. Sen yok gülüm, sen yok bu bağda. Şu bitçe çüp çüp sidiler. Sen yok gülüm, sen yok bu bağda. Cimcit ana aydın geçiler, yıldızlardan hasret döküler. Cimcit ana aydın geçiler, yıldızlardan hasret döküler. Men kütümen sübhini ama sen yok gülüm, sen yok bu tanda. Men kütümen sübhini ama sen yok gülüm, sen yok bu tanda. Sevinemem koy gözlerimi, yana ağlay dep sözlerimi. Sevinemem koy gözlerimi, yana ağlay dep sözlerimi. Kimge aytay bu dertlerim? Sen yok gülüm, sen yok bu çağda. Kimge aytay bu dertlerimni? Sen yok gülüm, sen yok bu çağda. Kimge aytay bu dertlerimni? Sen yok gülüm, sen yok bu çağda. Sen yok gülüm, sen yok bu bağda. Ay muşta jıraq yegim aka olamsiz deyme vaqt qarab baxmdingizmi? Şirkatga telefon qilib 20 saatdan oshdi hozir. Biz texmat tog'dan chiqib bulamay yursak. Hey! O'zingiz jiroqlarga berib kallamni aramaldig'im ba dedingiz-ku. Nimda ish uqmaysiz deyme. Men ashta deb qo'yganmi bo'lay, ha deb qo'yib yiqiroq yeg operatsiyangiz nim bo'ldi? Kechikib qoldigan bo'ldim endi men. Agar boshliqdan tilishtirgan bo'lsam, siz bana deganimizdek o'lchamlik loyiq qilib turib qo'ydi. Aferin ha, kıza işlem pek ünüm yaxşı oldu canım. Evet. Qaraganda yana bir türlük tayyorlik qilib turibsizlar ya. Siz chiqib. Bu bizning Tashqin saqlamlik shirkatimizningki Tashqin 5-avlod
asıl talqinimiz, yangi ishlab chiqargan mahsulotimiz bo'ldi. Atlikka shu mahsulotimizningki yangi mahsulot e'lon qilish yig'ini bor. Shuni tayyorlab qilyapmiz. Bu burungi ahsillarga qaraganda 4 ozuq qiymati yuqori ko'tarilgan. Shundaymi? Mahsulotimiz. Unda bo'lsa ishimiz cho'nqiroq, ishxona chiqib paranglasa qilaman. Bo'ladi. Sizning ishingiz bek aldirash. Oldin qittim paranglashgan gaplarni chiq o'ylanib ekan. İqtisadi mesele kimning to'g'ri, kimning xatoligiga bakmaydi. Biz oldi bilan o'tirdi turib, ziyonni eng tuvan chekka tushirishimiz kerak. Bu deganingiz intayin to'g'ri aka. Odatda menmo ish bajarish usulimda 50% qarshi tarafning maydonida, 50% o'zimning maydonida turib ish bajaraman. Barobarlikning asosiy maqsadi o'zimning ish bajarish prinsipi bo'lib kelyapti. Shunday. Ukam, bosh gapni qilishdimi men siz bilan hamkorlashmoqchi. Shunda men buni o'ylab boqmoqchi ekanman. Sizningki men bilan hamkorlash o'yingizning borligini. Albatta bu intayin yaxshi bo'ldi. Albatta sizlardek tezirlik korxonalar bilan bizniki hozirgi o'zimizda bor bo'lgan boyliqlarni biriktirib oladigan ish bo'lsa, jamiyat uchun yana cho'ng boyliqlarni yarata olamiz. Rahmat. Nurg'un masalalarni hal qila olamiz. Bu jihatdan mening fikrim aniq. Albatta korxonchilikning yo'li hamkorlik. Hamda meningki asos maqsadim ukam. Sizningki nurg'un bayoningizni, nurg'un tajribangizni chiq anglab ketdim. Shunga nurg'un biz qildigan nurg'un bir ishlarni bir hamkorlashib qilsakmikan degan o'ydamdi. Kelishim bugungi maqsad shu. Lekin ukam sizlarning qilayotgan ishinglar yomonchiqkan, turmi yomonchiqkan. Mush to'g'riliq o'zingizning og'zidan bir aniqroq bir tushunib olsam bo'pti ukam. Bo'ldi aka, albatta. Bizning hozir qilayotgan sohalarimiz bir 5-6 sohaga chetishlik. Bunun eng beshida sizga bilishlik biz tunji qadamda shu sog'lomlik sohasi bilan korxonchilik yo'liga kirishgan. Bizning Xinjiang Tashqi xalqaro savdo shirkati maxsus bir xildagi mahsulotimiz bor. Bu xalqimizning sog'lomligi uchun xizmat qilib kelyapti. Ondan boshqa biz shu shirkatni qurib, mahsulotni yurgizish davomida xalqqa va iste'molga yetaklashda bir qadar shu setib chiqarish halqasini bir sistemalik bir korxona yoki nisbatan savdo endisi shakllanmagan sababli bu narsani bir biz ro'yobga chiqaraylik, bu masalani biz hal qilaylik degan maqsadda Xinjiang Munbar kasbiy setish shirkatini qurib 2013-yili. Bu shirkat davomida hozir bir 12 mingdek do'konda milimiz bor. Bu maxsus bizning tashqi guruhdagi boshqa har qanday shirkatlarning ishlab chiqargan mahsulot mulozimotlarini setib chiqaradi. Albatta bu sistemada qoldi olib berildi. Undan keyin mening korxonchilik hayotimda nurg'un masalalarga yo'liqdim. Endi bu masalalarni cho'qim bizning oldida bo'lgan tajribali korxonachilar va yoki shu korxonchilik sohasini yetakchilik qilayotgan bir turkum ustozlarga ehtiyojli bo'ldi. Albatta bundaq korxonchilarni tarbiyalash o'rinlarini berib qatnashgan bo'ldik. Bu yerda nurg'un korxona boshqarish bilimini olgan bo'ldik. Ammo endi bu yerdagi ma'lum yana bir bo'shliq, yuqori saviyadagi bir bo'shliqning kamligini bayqab, Munbar korxona boshqarish maslahatchi shirkatida bu shirkatni qurib, bu shirkat hozirgacha bir 8 yillik vaqt bo'ldi. Xinjiangdagi korxonchilarga nisbatan shu maslahatchilik, undan keyin tarbiyalash va korxona ichki qismini rivojlantirish qatorliq bu xizmatlarni o'tayotdi. Albatta buning ostida bir texnik shirkat bor, avtomatik korxona boshqarish xizmatlariga yaqin yordamda bo'ldi. Albatta siz qiziqqan bizningki hozirgacha tashqi guruhning barliq xizmatlarininki texnik sistemada zamon makonga loyiq bir ravishda boshqarilishi dal bizningki shu texnik shirkatimizningki barpo bo'lganligi sababli. Albatta bu shirkatningki korxonchilarga mulozimat qilgan tarafdagi 3 tur masalan tarbiyalash, maslahatchilik, ichki qismni rivojlantirish, undan boshqa texnik sohasi bo'yicha bu korxonchilar uchun mulozimat qildi. Undan boshqa endi bu taraqqiyot davomida bizningki hozirgi avtonom rayonimiz nuqtasini aytganda, mamlakat nuqtasini aytgan chog'dami, har bir rayon, har bir o'lka o'ziga xos bir. Başlandı. Siz mening hayotim jin. Siz mening
Aqım qadirlikim. Çay içelim ha. Muşta ıssiqda ko'rinchilayotgan bir sovuq ichimlik tayyorlasanglar nima bo'ladi deyman. Mao issiq tartuqning kolasi olgan bo'lsa, artistek kelib o'tdim cho'ma. Rejissor tartiq kola akkasinchi tartiqning kolasi olgan bo'lsa, men dahshat tatitdim deyman. Sizlar davatgan tartiq kola. Rejissor, mening tartiq kolarim. Rolni artistek elib o'tishinglar uchun tartiq. Ter teshikchilar va qora sapkinlarni tozalagandan keyin terimga girimlar chiroyli singadigan bo'ldi. Bu dal bugungi go'zalligimning siri Meloniya qora sapkin chiqartmasi. Adashma to'g'rida qat'iy bir yaxshiroq bunda bir tarjima filmi yo'qmi? Qiziq kelsa. Qara, va izlash kino aptitali yoki izlash apchaqni ko'ra, kunda yangi kinolar chiqadi, uning ustiga ham so'zak, ham to'r so'rtdes. Hidi bo'lmaydi. Voy, men tushirayapsan? Tushira. Aşağı. Ha. Sizlar tushiringlar. Sizlar tushiringlar. Taşkın demek vücudumga kuch kuvvet. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. Kolanın muzu qanğan vaqti, dal sizning tartiq kolani seg'ingan vaqtingiz. Abdukerim-ku. Kanıtlık ve kanıtsız tartuk yürüyüşlük kolaları. Vah, ma bolke ya. Meloniya ajdarha o'ti xushbarak issiqlik badan malhami. Mehri issiq qiz bo'lib, hidingizdan xushbaraklar to'kilsin. Meloniya ajdarha o'ti xushbarak issiqlik badan malhami sizni xushbarak ham o'tli qilg'isi. Badaningiz Meloniyada xushbaraklik to'lsin. Meloniya ajdarha o'ti xushbarak issiqlik malhami. Yemek içmek medeniyeti, içimlik medeniyeti, giyim giyecek medeniyeti degan o'xshash bir taraflar bor. Hamda bu yerda bu gazliq ichimlik albatta bizningki hozir go'zal turmushga bo'lgan intilayotgan ma davrda hammamizningki chuqur bir iste'mol qilingan mahsulotga aylandi. Shuni maqsad qilib turib 2018-yilda Şinjan tartiq savdochilik shirkatini qurib, biz tartiq kola qatorli bir 6-7 xil ichimlikni bozorga soldik. Hozirgi xalqimizning yoqtirib iste'mol qiladi. Biz yana bir qadam ilgari asosda yaqinda bozorga solmoqchi bo'lgan bir turkum qulay yemeklar bor. Xalqimizning go'zal turmushga ehtiyojiga munosabatlik. Endi bu turlarni hozir yurgizish qadam bosishda turyapmiz. Bundan boshqa endi biz hozirgi umuman qilayotgan sohalarimizning mayli yemeklik bo'lsin, mayli ichimlik bo'lsin, mayli kunlik turmush buyumlari bo'lsin, mayli girim buyumlari bo'lsin va yoki bizning Beijing bosh shirkatininki Şinjanning o'zimizningki ya'ni alayligiga bo'lgan yezilik mahsulotlari va xosligiga bo'lgan ma'lum bir mahsulotlarimizni mamlakat miqyosida yuzlantirishdagi ma'lum bir strategiyalarimiz bo'lsin. Endi bu turlar hammasi uyg'urlik bir 6-7 sohaga bog'liqlik bo'lib qoldi. Ondan başqa bir yemek içmek sahasiga tutish qilyapmiz. Bu Şinjan ichiga 118 o'rinli ichiladi. Endi bu endi siz yemek içmekka qasınız yaqinda boshladik. Bu turmada yaxshi ma'lumotdir. Endi bu jihatdagi hamkorlik fursatlar bo'lib qolsa, men sizga ta'min etaman. Rahmat, rahmat. Kallanın başqasi ish qo'ydingizmi? Bak suyundim fikrim sizdan. Yo'ldan to'g'rimanganligimdan o'zimni qo'shib qoldim. Rahmat. Fikrim set shirkati deb qoldingiz. Mushtorlik azroq bir tushuncha bersangiz bo'pti ekan. Bo'ldi aka. Set shirkatimiz baydab o'tganga o'xshash bizning tashqin shirkatimiz qurilib, undan keyinla bozordagi eng biz alqimsaq bo'lmaydigan bir bo'shliq mahsulot ishlandi, yaxshi tovar, yaxshi mahsulot shakllangan bilan endi bu yerda bozorga yuzlantirishda chuqur bunga bir orliqni ko'rib ko'rinadigan bir mexanizm bo'lish kerak. O'zingizga ishlab, o'zingizga setib bu qadamni besib kelayotgan. Albatta, aviammo deb o'tdim. Shunday. Bizning hozirgi yeni davrning ehtiyoji va yoki bizning Şinjan korxonachiligimizning taraqqiyotida chuqur bu yerda mas'uliyat mulozimat barpo bo'lgan ekan, chuqur buni iste'molga yetaklashda va setib chiqarishda muntazam bir qurilma bo'lish kerak. Albatta bu qurilmani biz 2013-yildan boshlab hozirgacha hisoblasak ozgina 8-9 yil vaqt o'tdi. Xil vaqt o'tdi. Endi bu yerda biz hozir Şinjan bo'yicha
14 tarmoq şirket var, setiş şirketniki. Bu yerda bir 70-80 bala var. Ondan keyin bir 70-80 dak mashina var. Bular öz yurtlarda ve şu yerden çıkıplar, bizniki iş bitirish o'rinlari bor. Şu yerden bevosita masalan Vali tanlar bazarı desek, yoki vali doğruxonasi desek, yoki vali saqlamlik mahsulotlari o'rni desek, yoki ichimlik do'koni desek, seshanba kuni har haftaniki soat 2da modliq bo'lgan bo'lsa, 1 yilgacha har haftaniki ikkinchi kuni soat 2da shu do'konga modliqlaydi haftada bir. Bu butunlay sistem qurilishining nazorati va ilmiy apirishi asosida va nazorati ostida olib berildi. Demek bu yerda mal yetkazishninki, malning sifat jihatdan yoki vaqt o'tish jihatdan va yoki har bir mulozimatning qilib bo'lish jihatdan va bizniki hozirgi 12 mingdak do'konda mal bor. Mushu do'kondagi malninki normal iste'molga aylanish jihatdan muntazam bir xosligiga bo'lgan bir shirkat. Albatta, setish andizasi hozirgi amaliy bozor qo'shilgan internet. Uning ustiga biz yangi parti setishda hozirgi hamda o'ziga xos bo'lgan bir yangi parti salohiyati ega bo'lgan birdan-bir korxona hisoblanadi. Albatta bu korxonaning mayli tur savdosi bo'lsin, mayli yetkizish sistemasi bo'lsin, mayli bevosita boy degandek amaliy bozor yetkizish sistemasi bo'lsin, bu mukammal bo'lgan bir setish sistemasi. Bu shaklda biz buni gavdalantirib bo'ldik. Albatta bu jihatdan har qaysi shirkat, har qaysi mulozimatlarimiz bilan bevosita bog'lanishib hamkorlashsakmi, bu jihatdan setish halqasidan siz xotirjam bo'lsangiz bo'ldi. Aparin, xotirjam bo'ldim. Kallam başkası eshitib qoldim gapni Allah. Sizga çay akab beraymi? Ma'qul, rahmat. Asmaydi, hozir akab berasiz. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Subin ishlaydi deganda. Hay. Sizga çay akab beraymi? Hay, bo'ldi rahmat. Sizdan bir ishni so'rasam bo'ladiki. Ha, buni so'rang. Subi nasha ishlanadi. Hey, nima ish qilmoqchi bo'lsangiz so'rasam javob bermaysizlar. Yaxshi qilamiz. Shu. Bo'ldi, o'ylayapsiz. Ko'rishamiz. Bo'ldi. Endi aytib paranlashdi. Keyin imkoniyat qilib yaxshi bo'ladi. Albatta. Bu yerda Subida birisi ishlamaydi. Qanday bu yerda ishlamaydi? Men Subining tashqarida ishlab qolgan surishni qilib anglab turib kelgan do'stim. Burun mishiyada ishlaydigan, hozir ishdan qo'g'landi. Tushundingiz? Bizning shirkatda bu ishlar normal. Hamma ishlar sistem qurilishi va tizim qurilishi bo'yicha vallahi shallanib tanlanib turibdi. Subimi ismi? Ha. Yaxshimi?
Yaxshimisiz boshliq? Hamma ish tuzum bo'yicha ma'qul yaxshi. To'g'ri. Bo'ldi. Hozir ishdan quvlandim. Farqini. Qanday degan xizmat pozitsiyasi bu? Muhim iman kelganda yo'qolib ketdimni. Darhol aloqa qilishaman. Kelibdimi izdisan? Bo'ldi boshliq. Filmimizning keyingi qismini bir hafta burun izlash aptiti oldin ko'ring.